Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Asus ROG Strix G15 2022 modelini SSD M2 xotirasini qo'yishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi akkuratni qilib boltdan yechib olamiz. Notebookga qaysi tartibda joylashgan bo'lsa, boltda xuddi shu tartibda yonimizga qo'yib olamiz. Akkuratni joyiga dumalab ketish kerak emas, yo'qolib qolish kerak emas. Xuddi shu tartibda joylashtirsak, qayerdan olgan bo'lsak, qotirayotganda oson bo'ladi. Vaqtdan yutamiz. Korpusni mehnatkorlik bilan yechib olamiz. Yon tomondan ochiladi, onsoqroq ochiladi. Temir yo qattiq detal bilan ishlash kerak emas. Tirnoqda yoki yumshoqroq plastiklar bilan foydalanish kerak edi. Ochib oldik. Mana e'tibor beraylik, ochgandan keyin sarazi ko'tarib olish kerak emas, chunki shliftda bo'ladi. Birinchi uchirda batareykani yechib olamiz, keyin shliftlarni zamakani bo'lmasligi uchun. Buni o'rniga Lextar brendidan M2 SSD tezkor xotirasini qo'yamiz. Qo'yishdan oldin ehtiyot bo'lish kerak. Barmoq bilan ushlab olish kerak emas, tillarini iloji boricha nozik bo'ladi. Joyini tozalab olish kerak, slotlarini. Iloji boricha korpusi tagida teshiklari bor joyga qo'yish kerak. Chunki M2 tez ishlagani sababiga harorati baland bo'ladi, havo aylanishi yaxshiroq bo'ladi. Tepa tomonda kurseli bo'ladi, korpusda teshigi yo'q. Past tomonga to'g'ri keladi o'sha teshik korpus yopganda. Ishimizni bitirib olgandan keyin korpus yopishdan oldin birinchi shliftdan taqib olamiz. Keyin oxirida batareykani ulab qo'yamiz.